Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bizda mers uzumiga qanaqa bunimiz? Chili pomidorasini ulayapmiz. Chili pomidorasini ulayapmiz. Tayyor bitta pomidorni uzdi. Nimasi bilan? Ikkitasi bilan. Ko'hnadolar Gullab qo'yaman degani. Ko'rgan olib qo'ymagan. Bu tomonlarimizda baholasa mersmi bu yo kelin barmog'imi bu? Boshqacha bu. O'tgan yili Ko'knovdaga ulangan merslar mana kaltak surib shunchalik bo'ldi. Hop. Ko'plamagan ekan. Yana qaysida bor? Mana. Do'stlar, o'tgan yil mana shu yerdan Ko'knovdaga ulangan edi. Bu yilga kelib mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta kaltak surgan. Hosil, bir yilga hosillarimiz mana uzumlar ko'rib turibsizlar. Hammasida bor. Bu yil ham mana yangi chiqqan modasiga Ko'knovda ulandi. Bugun 17-aprel. Juda ko'pchilik kesib tashlaydi-da, uzum yaxshi emas dedi. Aha. Mana buni tanasiga eski modasidan uladik, avatardan. Bak chiqarib oldi. Endi mana yonlariga mersni qanaqa uzumlar kerak bo'lsa, ulab yaxshi uzumlardan ko'paytirsangiz bo'ladi. Hozir ulansa bo'laveradi, hozir o'tgan yilgilar mana. 2 yillik nimalar. Mevani ko'ryapsizmi? Hammasida meva bor. O'shidan ulangan pastda. Bu pastdan ulangan bu. Mana bu pastdan ulangan ekan 2 yil oldin. Bitta u tomonga kaltak, bitta bu tomonga kaltak ketgan mana. Hozir yetgan yana bitta ulab qo'yibdi. Hammasida meva surgan mana. Bunda yo'q ekan. Mana bunda oho, ikkitadan ham chiqarib olgan ekan. Mana. Mana bitta ham maydachasi bor. Mana. Bu degani bu yerdan de sanab kelsa 20 tadan oshiq bosh bor. 2 yillik ko'chat, nimada? Kaltakda. Hozir men pomidorimizni ulab qo'yibdi, buni ham sinovda. Chili pomidori. Videoni kuzatib tursalaring, yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Stoldan zerikkandan keyin bunaqa ishlarga ancha shug'ullantiramiz. Birdan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bular ham o'zi surib qolgan, ko'klab qoldi. Ko'chatlarimiz. Bu ham o'sha Ko'knovdaga ulangan.